Nech pul aka? Bolam. Arava kerak emasmi? Arava? Kerak. Mana piyozingiz. Arava olib boring. Men o'zim olaman aka. Voy qo'yvering, o'zi shunga pul to'layapsiz-ku bolam. Gap pulda emas, xola. O'zi arava tortayotgan ayolni birinchi marta ko'ryapman. Hayotda o'zi ko'p narsaga majbur qilib qo'yarkan. Bolam, sizdan pul ola olmayman. Hamma narsani o'zingiz ko'tarib, o'zingiz joylab qo'ydingiz. Xolajon, bu nima deganingiz? Mashina oling. Olmasangiz xafa bo'laman, oling. Rahmat bolam. Ne bu ayol boydan beri kuzatib kelamiz, ha? Bilmayman. Ko'nglim negadir shotgacha olib keldi. Voy, suv ichgis kelyaptimi? Xolajon, bular kimingiz bo'ladi? Xo'jayinim bo'ladilar. Gapira olmasdilar. Aravakashlik o'z bilan ishlar edi. Shuni orqasidan kun ko'rardik. Grijalari pristop berib yurolmaydigan bo'lib qoldilar. Yashashimiz uchun o'nilariga majbur arava tortyapman. Hozir. Xolajon, bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan nutva kompleks. Bo'g'im og'riqlari, grijaga shifo bo'ladigan tabiiy mahsulot. Amakimlarga ichiring. Sizlarga atalgan ekan. Umringizdan baraka toping bolam. Bolam, nima niyat qilgan bo'lsangiz, o'sha niyatlaringizga yetib yuring deb duo qildilar siz. Ketdimi? Shu odamlarga yordam berishing shartmidi? Bitta narsani esingdan chiqarma. Yaxshilik javobsiz qolmaydi. Tur. Alo. Ha, onasi. Yo'q-e. Voy, zo'r bo'pti. Aytdim o'rtoq. Yaxshilik javobsiz qolmaydi. O'g'lim komadan uyg'onibdi.